Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan men Enderboy va biza bu o'yinda Minecraft lekini Dark Mine serverini bugun ko'rib chiqamiz. Albatta bu server yangi ochilgan. Shuning uchun ham hamma narsasi yangi. Kerak, hozir IP'ni ko'rsataman. Hop. Mana shu server IP'si bo'ladi mana. darkmine.uz. Bu taslar ham kirib o'ynashlar mumkin. Albatta kirishlar bilan register bilan parol so'raydi. Albatta register bilan o'tib bemalol hozir 3 ta rejim bor. Box bor. Anarxiya va anarxiya 2. Biz anarxiya 1 ga kiramiz, chunki hozir ko'pchilik shunda o'ynayapti faqat. Xo'p, mana biz serverga kirdik. Albatta biroz qochishlar bor, chunki jank yuqori daraja yaratuvchi xullas. Birinchi navbat ertipa dunyosi. Mana shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Spawnga просто gap yo'q. Bu yerda mana warplar bor. Bu yerda enter chestlar turadi. Xo'sh, mana warplar. Warp mine boramiz birinchi. Mana warp mine. Bu yerda bu yer bor. Qisqacha obzor qilib chiqaman. Mana bu yerda toshdan so'radi, hatto bu yerda uzr bu narsalar bilan men ish qoldirdim boya. Endi esa warp ga boramiz. Warp deb ochsanglar, menyu teri ochiladi. Teleport kutmaysizlar o'shanda. Albatta server hozir aktiv ekan. Shu sabablik hop, mana warp chotki, warp chest hamma yo'q bor. Warp chest ham bor. Hop, endi keyingi navbat mana do'kon bor bu yerda. Token shop bor, case. Mana alchemik aralash elixir. Xullas bunda shunaqa ikkita elixirga bular bunda damlamalar birga qo'shsalar bo'ladi. 3000 dollar evaziga puldik uchun. Menda esa hozir 7 million ekan. Qanday baxt. Xo'sh, mana bu yerda kitlar bor. Va bu yerda oddiygina player kitida ham mana bunaqa uddar kirga bor. Xo'p, videoda shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat. Albatta sizlar ham shu serverga kirib maza o'ynanglar. Bu albatta Dark Mine serveri uchun maxsus tayyorlangan shorts video bo'ladi. Albatta buni o'zinglar videolar qo'yishinglar ham mumkin. Yo'q, qanday bo'lsa, xayr do'stlar.